Bugun yangi O'zbekistonda inson salomatligi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanyapti. Natijada mamlakatda yuqori texnologiyalar, xalqaro standartlar va inson qadrini o'zida mujassam etgan yangi avlod tibbiyot markazlari paydo bo'lyapti. M-klinik ana shunday zamonaviy tibbiyot muassasalaridan biri. Markazga kirgan inson darrov his qiladi. Bu yerda tibbiyot shunchaki xizmat emas, bu yerda inson qadriga munosabat bor. M-klinik ko'p funksiyali tibbiyot markazi loyihasi respublikamizda ijtimoiy sohada amalga oshirilgan to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari hisobidan barpo etilgan yirik investitsion loyihadir. Klinika barpo etilgandan so'ng tibbiyot markazimiz butunlay to'liqligicha davlatimizga o'tkazib berilgan. Hozirgi kunda faoliyatimiz mahalliy kompaniya tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Kattalar va bolalar uchun yuqori texnologiyali tibbiy yordam ko'rsatish uchun zarur bo'lgan zamonaviy tibbiy texnologiyalar va asbob-uskunalar bilan klinikamiz to'liq jihozlangan. Ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatning sifatini oshirish maqsadida yuqori malakali chet el mutaxassislari ham jalb etilgan. Hozirgi kunda klinikamizda O'zbekiston fuqarolariga hamda yaqin qo'shni va uzoq davlatlardan kelgan bemorlarga tibbiy xizmat ko'rsatiladi. M-klinik tibbiyot markazi bugungi kunda O'zbekistonda milliy standartlarga asoslangan akkreditatsiyani o'tgan birinchi klinikadir. Premium tibbiyot konsepsiyasida muhit ham davolashning bir qismiga aylanish kerak. M-klinik hududida mehmonxona, sayilgoh va tunu-kun ishlovchi xizmatlar tashkil etilgan. Bu esa bemor va uning oilasi uchun yanada barqaror va qulay tizim yaratadi. Ya'ni majmuada eng muhim texnologiya insonga bo'lgan munosabatda. Biz bu yo'lda jamoaviy ishlayapmiz, deydi bosh direktor so'zini davom ettirib. Yuqori texnologiyali tibbiy xizmat ko'rsatish uchun albatta yuqori texnologiyali asbob-uskunalar bo'lish kerak, albatta kadrlar salohiyati bo'lish kerak, shuni ishlata oladigan va buni atrofida shuni amalga oshiradigan yordamchi mutaxassislar ham bo'lish kerak. Bu injenerlar, IT sohasidagi mutaxassislar, servis xodimlari, shuning uchun hammasi birgalashib komanda sifatida ishlasa, shundagina yuqori malakali tibbiy xizmat ko'rsatishga imkoniyat bo'ladi. Bizda hammasi bor. Oxirgi 10 yil ichida xususiy sektor katta rivojlanishga ega bo'ldi va yana xabaringiz bor, 5-mayda yangi farmon qabul qilindi va bular yangi yo'l ochib berishga katta imkoniyat yaratib bermoqda. Uchun biz prezidentimizga faqat katta rahmat aytamiz. E'tibor berganmisiz? Bugun zamonaviy tibbiyot bu texnologiyalar jangi. Kimda kuchli diagnostika, kimda yuqori aniqlikdagi texnologiya bo'lsa, inson hayoti uchun imkoniyat ham o'sha yerda yuqori. M-klinikda bugun 1000 dan ortiq tibbiy xizmatlar yo'lga qo'yilgan. Har oy 5000 dan ortiq bemor ushbu majmuaga o'z salomatligini ishonib topshiradi. Oy davomida 25000 dan ziyod tibbiy xizmatlar shu yerda ko'rsatiladi. Missiya kliniki maksimalna Klinikaning asosiy missiyasi O'zbekistonda tibbiyot sifatini yangi, yuqori bosqichga olib chiqish. Eng muhim maqsad bemorlar xorijga chiqmasdan o'z yurtimizda jahon standartlariga mos diagnostika, davolash, jarrohlik va reabilitatsiya xizmatlarini olishga sharoit yaratishdir. M-klinikning eng katta ustunligi barcha xizmatlarning bir joyda jamlangani, ya'ni bemor bu yerda tekshiruvdan tortib davolanish, operatsiya va reabilitatsiyagacha bo'lgan to'liq tibbiy jarayondan o'tadi. Bugun klinikaga nafaqat O'zbekistonning turli hududlaridan, balki Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston kabi qo'shni davlatlardan ham bemorlar murojaat qilib kelmoqda. Shuningdek, AQSh va Buyuk Britaniyadan kelgan bemorlar bor. M-klinik xirurgik xizmati 5 ta zamonaviy operatsiya xonasini o'z ichiga oladi. Kardiojarrohlik brigadasi yuqori toifali mutaxassislardan iborat bo'lib, ularning aksariyati nufuzli xalqaro klinikalarda malaka oshirgan va tajriba orttirgan. Biz uchun eng muhim natija bemorning minnatdorligi. Insonlar bu yerdan sog'lom, mamnun va ishonch bilan chiqib ketishi kerak. M-klinik aynan shu maqsad yo'lida zamonaviy tibbiyot, kuchli mutaxassislar va kompleks yondashuv asosida faoliyat yuritmoqda. Centralных мировых клиниках по своему направлению. Bozor sharoitida sarmoyadorlar yaxshi biladi. Tibbiyotga kiritilgan sarmoya hech qachon shunchaki biznes investitsiyasi bo'lmaydi. Bu mas'uliyatli ish, bu millat kelajagiga qilingan sarmoya. Majmuada bu mas'uliyat to'liq his qilingan. Operatsiya jarayoni, undan keyingi reabilitatsiya, har bir bosqichda hamma sharoit inson uchun ishlaydi. Hatto atmosfera, oddiy muhit ham. Buni biz aytmayapmiz. Bu har bir bemordan eshitganimiz e'tirof. Долгое время я ходил. Uzoq vaqt
Oyog'imdagi noqulaylik va og'riq bilan yurdim. Lekin M-klinikda murojaat qilganimda shifokorlar muammoni darhol aniqlab, to'g'ri tashxis qo'yishdi. Ayniqsa, vrachlarning yuqori malakasi va professional yondashuvi menda katta ishonch uyg'otdi. Bu yerdagi palata sharoitlari juda qulay va zamonaviy. Reabilitatsiya jarayonlari esa men ko'rgan joylar orasida eng yaxshilardan biri bo'ldi. Muhimi, tiklanishim juda tez va sifatli kechyapti. Hozir o'zimni ancha yengil his qilyapman. Operatsiyagacha 2 yil davomida qiynalib yurdim. Operatsiyadan keyin esa ahvolim bir necha barobar yaxshilandi. Bugun mamlakat taraqqiyoti markazida inson turibdi. Chunki sog'lom inson bo'lmasa kuchli jamiyat bo'lmaydi. Kuchli jamiyat esa kuchli davlat poydevori. Va ehtimol 21-asrning eng katta siyosiy haqiqati ham aynan shunda. Inson qadrini himoya qila olgan davlat ertani qura oladi.